Minimax Finance'da nafaqat ish, balkim orzularni ham amalga oshirish mumkin. Qanday qilib deysizmi? Video davomida kuzatib boring. G'oliblar, aksariyat g'oliblarimiz bor. Mana bir haftadan keyin men va'da berganimdek bilmagan holda va'da berdim va ushbu o'yinda g'olib chiqqan komandamiz a'zolarini taqdirlash marosimi. Shuning uchun ham birinchi bo'lib Avulov Shuhratjon. Bekzod aka, menga yugurish uchun krossovka berasizmi? Ha, men qo'ldan kelgancha mana Shuhratjonga yugurish uchun Skechers kompaniyasidan sovg'alar muborak bo'lsin. Anvar Real Lux kompaniyasiga rahmat aytamiz. Real Lux kompaniyasi nomidan mana hamkorligimiz davomida Skechers muborak bo'lsin. Buni eng chopib yugurib Sheroz aytganida Sheroz ola olmadi birinchi o'rinda. Endi siz olasiz. Ha, ko'rsatasizmi? Ha. Videodan keyin qaytarib berasiz. Ha? Ya, mana haqiqatdan ham Skechers kompaniyasidan mana ayyo. Bekzod aka, men bilan 40 kilometr birga yugurasizmi? Ha. Akobir 42 kilometrga yugurishni so'ragan ekan. Men o'sha kuni borib kutib turdim. Akobirda o'zi chiqmadi. Chiqolmadi. Shuning uchun ham boshqa kun yuguramiz, to'g'rimi Akobir? Sizda endi Akobirda sog'lig'i yaxshi bo'lmaganligi sababli mayli kechiramiz Akobirda. Bir hozircha. Katta rahmat. Juda ham charchadim desam noto'g'ri-yu, mehnat ta'til berasizmi? Yo'q. Bir kunga ta'til berasizmi? Ha. Parday Murodjon akamiz qanilar? Bir kunga ta'til so'ragan ekanlar. O'zi Murodjon aka har doim ta'tilda yuradilar. Mayli, lekin shunday bo'lsa ham bir kun Sadoqat Norbekovaga iltimos qilamiz. Sizga bir kun muddatdan oldin ta'til berishdi. Hech qanaqa arizalarsiz. Ofisimizga chiroyli bo'lib taqib kelishga soat olib berasizmi? Ha, Mavlonbek yigitimiz soat aytgan ekanlar bizaga. Endi men soatda ashaddiy ishqibozlari bo'lishimdan qat'iy nazar, nima deydi, soat bebaho narsa, lekin bizlarning umrimizda o'tayotganini bildiradi. Shuning uchun ham ko'p soatga qaramaysiz, lekin taqib yurasiz va foydalanasiz degan umiddamiz. Tabriklaymiz. Ha, ochib ko'rsatishingiz mumkin. Ha, Han Store'dan. Ha, kamtarona sovg'amiz. Aniq, ha, tushib ketmasin. Ha. Aniq soat. Xohlagan bir kun dam olish imkoniyati. Ha, bir kunga dam olish deb Azizbek so'ragan ekanlar. Siz ham Murod aka bilan bir xilmi? Bo'ldi, Sadoqat opa, nimaga ham Azizbekka ham bir kunlik dam olishdi kompaniyamiz hisobidan hech qanaqa arizalarsiz, nima deydi, rasmiyatchiliklarsiz topshiramiz. Bemalol yakshanba kun dam olishingiz mumkin. Tushlikdan keyin 1 soat uxlashga ruxsat berasizmi? Yo'q. Suvenir olib berasizmi? Ha, Nilufarga suvenir degan ekanlar, shundaymi? Qani? Qanaqa suvenirdi? Oho. Ha, paket. Ha? Juda ham katta paketda, ha. Tabriklaymiz. Mana suvenir, ochib ko'rsatasiz. Qani? Ha. Oho, qani? Qanday ochamiz buni? Hoppa, ha. Boshqacha narsa ekan. Ha, ana. Qimirlab turadigan, ha, esdalikka nima qilib tabriklaymiz. Bekzod aka, menga 500 ming so'm pul berasizmi? Ha. Mo'xnur qizimiz yo'q ekan. Bu kishi favqulodda bugun kela olmay qoldilar. U kishi 500 ming so'm pul so'ragan ekanlar. Mana konvertda ichilar ham turibdi. Shuni beramiz kelsalar o'zlariga, mana HR komandamiz berishadi. Menga Snickers olib berasizmi? Ha. Eng kamtarona sovg'ani Muxlisa so'ragan edi. Snickers degan edi. Mana Muxlisaga 1 korobka Snickers. Ana. Nima aytdingiz, siz 5 deylik? Ha, nima dedilar? Mana tabriklaymiz. Shunday. Bir oyda bir marta ishga soat 10 da kelishga ruxsat berasizmi? Ha. Jumanazarga bir kun soat 10:00 da kelishga ruxsat bergan ekanlar. O'sha kuni Saidul aka qarshilik qilganlarga qaramasdan
Beramiz. Biza va'da berdik-ku demang. Ha dedik, beramiz. Bir kun soat 10 dan keyin kelishlari mumkin. 10 da ishga kelish. Men uchun har kuni sutli kofe tayyorlashni yo'lga qo'yib berasizmi? Yo'q. Bir oyda bir marta 1 soat kechga ruxsat berasiz. Ha. Dilyor so'ragan ekan, bir marta 1 soat ishga kech kelishdi. Ha, berildimi? O'sha mana kecha Dilyor foydalandi o'sha. Ko'rsating Dilyorni mana. Mana. Shunday. Tailandga borasizmi? Ayting? Ha? O'zi biza bir dona putyovka bergandik, chet davlatga borishdi. 2 kishi so'radi, lekin bir kishi g'olib bo'ldi. Bir kishi Xitoyga so'ragandi, xitoyliklar mag'lub bo'ldi, tailandliklar g'alaba qozondi. Tailandga Erkin va sevgiliga Tailandga olib borish. Majbur endi va'da berdik, qilish kerak endi. Obed vaqtida lemon choy tashkil qilib berasizmi? Yo'q. Kechikish muddatini 5 kunlik qilsak bo'ladimi? Ha. Savlatjonga shu oy 5 kun kech kelishni so'ragan ekan. Qani Savlat? Mana Savlat. Mana shu yerga 5 kun kech qolishga ruxsat beramiz, ha. O'zimizda tartibimiz bor. O'sha tartiblarimizdan kelib chiqqan holda Namoz o'qiydiganlarga tahoratxona masalasida aytganman. Tashkillashtirib berasizmi tahoratxona bo'yicha? ha, Shohruh so'ragan ekan tahoratxona qilish. Bu bizlarning rejamizda bor. Kim xabardor bo'lsa, biz dizaynerlarni olib kelganmiz. Yaqin orada mana shu 1-2 oy ichida tahoratxonamiz to'liq restavratsiyaga tushadi va yo'qda boshqatdan o'g'il bolalar uchun alohida xonalar, shunaqa narsalar qilinyapti. U endi vaqt oladigan narsa, hozir birdaniga bera olmayman u narsani. Lekin u bor, inovatga olindi. 3 kunga shogird berasizmi? Ha. Daliyev so'rabdilar 3 kunga shogird berish masalasini. Qani Daliyev Shukur, shu yerdami? Ha? Qani? Daliyev. Ha, mana shu yaxshi yigitimiz so'ragan ekan, lekin bugun bir ikkita bizlarda tashkiliy tuzilmada o'zgarishlar bo'ladi. Balkim u narsa sizga kerak bo'lmasligi ham mumkin. Agar shundan keyin ham kerak desangiz, muammosiz beramiz. Chang'i uchishga olib borasizmi? Ha. Otabek polvonimiz chang'i uchish bo'yicha taklif bergan ekanlar. Mana Otabek akaga chang'i uchish uchun voucher beryapmiz, taqdim qilamiz. Bemalol borib chang'i uchishlari mumkin. Otabekda o'zi yo'q, lekin mana nimalari bor. Oylikka chiqarasizmi? Yo'q. Bir oyga Xitoyga yo'llanma qilib berasizmi? Yo'q. Ashula aytib o'ynab berasizmi? Ha. Sherzod aka so'ragan ekanlar, ashula aytib o'ynab berish. Sherzod aka o'zlari yo'q, o'zlariga alohida she'r aytib, ashula aytib o'ynab beramiz. Sushi olib berasizmi? Bugun. Ha. Anvar Mirzo Kurtoy yigitimiz mana sushi olib berishni so'ragan ekanlar. Mana sushi uchun Anvar akaga voucher taqdim qilamiz. Keling Anvar aka, siz o'zingiz shu yerda. Mana. Anvar akaga mana marhamat, bemalol sushini tanovul qilaverasiz bizsiz. Shu hafta qizlar uchun ertalabki zavtrak tashkillashtirib berasizmi, olib borasizmi? Ayting. Ha. Sadoqat so'ragan ekanlar, ertalab nonushta qizlar uchun обязательно nonushtamiz bor. Qaysi kunga e'lon qilamiz nonushtani? Qachonga? Ha? Kelishib aytamiz. Ha, kelishib o'zlari aytadilar. Обязательно Minimax kompaniyasi nomidan qizlar uchun tushlik. Oshni seshanba kuniga ko'chirish kerak. Ha. Bizlarda IT komandamizda Abror aka mafiya bor, Adines qiroli. U kishi bizaga osh kunini seshanba kuniga ko'chirishda aytgan edilar. Muntazam ravishda Abror aka keling, mana endi bu yoqda osh seshanba kuni har doim davomli bo'ladi. Tabriklaymiz. Kimda niyatlari bo'lsa, hammasi so'kishlarmi, nimalarmi, xursandchilikmi shu Abror akaga aytasizlar. Seshanba kuniga ratsion o'zgardi, bolalar. Ishchilarga qimmat kreslo berasizmi? Ha, dedi. Bizlarda Azizjon yigitimiz kreslo zakaz qilgan ekanlar. Qanday Azizjon? Keling. Bizlar kresloni tabriklaymiz. Azizjonga rahmat deysizlar. Hozir bizlar Dafna kompaniyasi bilan o'sha shartnoma qilish arafasida turibmiz. Kamida 10 ta yo 12 dona kreslo xarid qilish. Endi u proses jarayonida oladi, lekin обязательно shu narsa bo'ladi. Kimlardadir o'sha yana renovatsiya bo'lib, kreslolar o'zgaradi. Azizjonga rahmat deymiz. Sog' bo'ling.
orzulari amalga oshmaganlarga shuni aytishimiz mumkinki, Minimax Finance'da orzular albatta amalga oshadi. Biz bilan bo'lishda davom eting va eng yaxshi orzularingizga erishing. Rahmat. Kimda xabari bor, xabari yo'q, bizlarda vazirliklar tizimi tashkil qilingan. Mana shu vazirliklar turkumidan Sadoqat Norbekova mana shunaqa ajoyib tadbirni tashkil qilib berdilar. Shuhratjon qani? Shuhratga ham alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu taklifni berdilarmi, bermadilarmi? Shunaqa ish qilib, shunaqa gaplarni. Rahmat hammaga.